Prezidentimiz saylagan vakillar. Endi men hozir sizlarga nima deyishim mumkin? Mana shu ahvolda o'tiribman. Davlatdan hech qanaqa yordam olganim yo'q. Shu uydagi bo'layotgan voqealarni, tashvishlarni men ham yotgan joyimda o'ylab yotaman. Qani endi mana shu bo'layotgan ishlarni o'ylab qanday qilib kun ko'ramiz ekan? Hech kimdan yordam so'ramasak, birov nima bo'lyapti, nima kamchilik deb so'ragan yo'q hali. Endi mana shu prezidentimiz saylab qo'ygan vakillardan yordam so'ramoqchiman. Endi meni so'raydigan yordamim, meni o'tirishim shu. Kechgacha o'ylanib yotaman. Qani bu bolalar qanday qilib tiriklik qilishar ekan? O'zlarini tutib olishar ekan? Menga qanday yordam ko'rsatar ekan deb o'ylanib yotaman. Shu o'ylanib yotgan joyimda ham bolalar qanaqa qilib tirikchilik qilyapti ekan? Mendan xabar kelib chiqib turibdi bolalar. Yotibsizmi, turdingmisiz deyishadi. Ha endi meni qo'limdan boshqa ish kelmagandan keyin yotmay nima qilmay endi? Sizlar o'zinglar qanday qilib tirikchilik qilyapsizlar, shularni o'ylab yotibman-da bolalar. Endi prezidentimizni saylab qo'ygan vakillaridan yordam so'ramoqchiman-da. Yordam so'rashimdan endi hech qanaqa yordam so'raganim yo'q hali.